O'sha torch infeksiyalar tekshiriladi. Torch infeksiyani 14 xil turi, bakteriyani 18 xil turi, zamburug'larni ham 33 xil turi va gitchalarni 144 xil turi. Undan tashqari mikroelement sostavi ko'riladi. Mikroelement sostavida nimalar ko'riladi? Ya'ni sizdagi bu defitsitlar: sink, kaliy, magniy, xrom, iron, mana ya'ni jeleza, o'sha qon, bular barchasi mikroelement sostavida ko'riladi va o'shanga qarata sizga yechim beriladi. Misol uchun ba'zi holatlarda shunaqa holatlar bo'ladiki, sink magniy ichib yurgan patsientlarimiz kelishadi. O'sha sink magniy ichib yurgan patsientlarimizda sochda yoki tirnoqda muammo bilan keladi. Men sink ichyapman yo magniy ichyapman. Nima uchun? Menda misol uchun tirnoqlarim tez sinadi, sochim to'kiluvchan. Nimaga? Ya'ni organizmda o'sha vitaminlarning so'rilishi ham passiv holatda bo'lsa, ichgan kalsiy, magniy sizga ta'sir qilmaydi. Buni bilib qo'ying. Birinchi navbatda ichak bilan bog'liq mikroflorani to'g'irlash kerak. Ya'ni ichak mikroflorasi yaxshi bo'lsa, o'shandagina sizni ichgan qanaqa vitamin ichasizmi, antioksidantlarni qabul qilasizmi, mikroelementlarni, makroelementlarni qabul qilasizmi, nimani qabul qilishingizdan qat'iy nazar so'rilish sizda yaxshi bo'lsa, o'shandagina foyda ko'rasiz.